Bolalar video roligimizni davom ettirsak ham bo'ladi. Aytib o'tganimizdek, bu video roligimizda sizlarga telefon orqali tradingda to'liq savdo qilishni o'rgatib o'tishga harakat qilamiz. Juda ham ko'p obunachilarimiz kommentda savol berishadi. Otabek aka, telefon orqali ham tradingda savdo qilsam bo'ladimi, yo'qmi? Albatta bo'ladi bolalar. Farqi atiga bitta. Telefoningizning ekrani ozgina kichkinaroq. Xolos. Bugungi ko'rsatib o'tadigan ilovalarimizni telefoningizga o'rnatib oladigan bo'lsangiz, bemalol telefon orqali ham tradingda savdo qilishingiz mumkin bo'ladi. Noldan boshlaymiz. Kelinglar ilovalarni sizlarga tanishtirib o'tsak. Prime XBT. Bu ilova orqali biz oddiy qilib aytganda kripto aktivlarni olib, sotish bilan shug'ullanamiz va oddiy qilib aytganda futuresda ham bemalol savdo qilishimiz mumkin bo'ladi. Aytish esdan chiqdi. Bolalar, bugungi video roligimizda sizlarga telefon orqali ham futuresda to'liq savdo qilishni ko'rsatib o'tishga urinamiz. Sizlar albatta Prime XBT da savdo qilmaydigan bo'lsangiz, boshqa kripto birjani ham o'rnatishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, keyingi ilovaga o'tamiz. TradingView. Bu ilova orqali biz grafika analiz qilish bilan shug'ullanamiz. Har xil indikator va instrumentlarni o'rnatgan holda narx qachon tushishini yoki ko'tarilishini aniqlaymiz va Prime XBT birjasi orqali o'zimizga kerakli kripto aktivni sotib olishimiz mumkin bo'ladi. Coin Market Cap. Deyman, Bitcoinni sotib olmoqchiman. Coin Market Cap sayti orqali men o'sha Bitcoin qachon yaratilganligini, tarixini va oddiy qilib aytganda Bitcoinga tegishli yangiliklarni o'qib chiqishim mumkin bo'ladi. Ya'ni TradingView texnik analizlar uchun, Coin Market Cap fundamental analiz uchun hisoblanadigan saytlar. Noldan boshlaymiz. Bolalar, video roligimiz boshida sizlarga 3 ta ilovani ko'rsatib o'tgandik. Ana endi o'sha ilovalarni telefon orqali ishlatishni to'liq tushuntirib o'tishga urinamiz. Ya'ni birinchi ilovamiz Prime XBT, bu kripto birja. Bu yerda biz kripto aktivlarni olib, sotish bilan shug'ullanamiz yoki futuresda savdo qilishimiz mumkin bo'ladi. Ikkinchi ilovamizning nomi TradingView. Bu yerda biz grafik analiz qilamiz. Uchinchi ilovamizning nomi Coin Market Cap. O'zimizga kerakli kripto aktivni tarixini va yangiliklarini ko'rib chiqishimiz mumkin bo'ladi. Aytib o'tganimizdek, bu video roligimizda sizlarga telefon orqali futures savdo qilishni ham ko'rsatib o'tishga urinamiz. Bo'lmasam Prime XBT birjasini ichiga kirsak ham bo'ladi. Programmasini Play Market yoki App Store orqali tortib olishingiz mumkin bo'ladi. To'liq Binance orqali qanday ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz, xuddi shunaqasi ro'yxatdan o'tib oladi. Shotingizni to'ldirganingizdan so'ng shita bo'limiga o'tasiz. Mana marhamat, pastda burchagida ko'rinib turibdi. Bu yerda kashulok bo'limiga o'tasiz. Kashulok bo'limiga o'tganingizdan so'ng spotda qaysi kripto aktivlarni sotib olgan bo'lsangiz, xuddi shu kripto aktivlarni mana bu bo'lim orqali ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Endi futures savdo qilmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, spotdagi pullaringizni oddiy qilib aytganda, mana bu yerda spot akkauntingizni tanlaysiz, bu yerda futures akkauntingizni tanlaysiz, bu yoqqa summani kiritgan holda futures akkauntingizga perevod qilasiz. Spotdagi pullaringizni futures akkauntingizga perevod qilib olganingizdan so'ng kripto futures tugmachasiga bosasiz. Mana marhamat, ko'rishingiz mumkin. Futures akkauntimiz bizda tayyor. Mana bu tugmachaga bosamiz va bo'ldi. Перейти на вкладку торговли tugmachasiga bossak, biz xuddi mana bunaqa ko'rinishga ega bo'lamiz. Ana endi kelinglar, sizlarga telefon orqali futuresda savdo qilishni, pozitsiya ochishi, bitimni yopishi, plicholarni o'rnatish hammasini ko'rsatib o'tishga urinamiz. Albatta kanalga obuna bo'lib, like bosishni unutmanglar. Xo'p, kirganingizdan so'ng xuddi shunaqa ko'rinishga ega bo'lasizlar. Tepadagi mana bu burchakdagi tugmachaga bosadigan bo'lsak, bu yerda biz o'zimizga ma'qul bo'lgan kripto aktivni tanlashimiz mumkin bo'ladi. Masalan, ADA USDT. Gap bo'lishi mumkin emas. Ana endi mana bu bo'lim orqali biz o'zimizga ma'qul bo'lgan plichoni o'rnatishimiz mumkin bo'ladi. Bolalar, sirazu aytib o'taman, novichok boshlang'ich trader bo'ladigan bo'lsangiz, katta plicholar bilan, ya'ni 10-20 plicholar bilan savdo qilmanglar. Maksimum 2 yoki 3 plicho bilan savdo qilishga urininglar. Biz endi 5-plichoni o'rnatamiz. Kerakli plichoni o'rnatib olganimizdan so'ng ustanavit tugmachasiga bosamiz, bo'ldi. Tepaga qarab сделка ochmoqchi bo'lsak, kupit tugmachasiga bosamiz. Pastga qarab сделка ochadigan bo'lsak, продать tugmachasiga bosamiz. Ana endi proba sifatida sizlarga tepaga qarab bitimni ochib ko'rsatib o'tishga urinamiz. Tak. Bo'ldi. Oddiy qilib aytganda, bizani bitim $487 ochilyapti. Kupit tugmachasiga bossak ham bo'ladi. Bu yerda Prime XBT birjasi bizga aytibdi. Tekshir, hamma daniylar to'g'ri kiritilganmi, yo'qmi deb. Подтвердить tugmachasiga bosamiz, bo'ldi. Gap bo'lishi mumkin emas. Ochilgan pozitsiyamiz, ya'ni bitimimizni mana bu joydan ko'rsak bo'ladi. Agar mana buni ustiga bosadigan bo'lsak, bitimimizni oddiy qilib aytganda nastroykalarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Qaysi tarafga qarab сделканы ochganmiz, qancha summa bilan savdoga kirganmiz, nechinchi plicho bilan. Bitimni yopmoqchi bo'ladigan bo'lsak, закрыть позицию tugmachasiga bosamiz, xolos. Gap bo'lishi mumkin emas. Bolalar, bitim ochishi, bitim yopishi ko'rsatib o'tdi. Ana endi bizni tanlagan kripto aktivi grafikini ko'rmoqchi bo'lsak, mana bu yerdagi tugmachaga bosamiz. Bo'ldi, gap bo'lishi mumkin emas. Grafiki xuddi shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Bu yerda ham ba'zi bir indikator, texnik instrumentlar mavjud, ammo grafikka analiz qilish bilan shug'ullanadigan bo'lsangiz, ayniqsa telefon orqali, sizlar уже TradingView ilovasini ishlatganinglar ma'qulroq bo'ladi. Xo'p,
TradingView ga kirib olsak ham bo'ladi. Nimaga aynan TradingView? Bolalar, bu oddiy qilib aytganda aynan analiz qilish uchun yaratilgan platforma. Indikator instrumentli bu yerda ancha ko'proq boshqa kripto birjalarga qaraganda kotirovka bo'limi orqali oddiy qilib aytganda har xil aksiyalarni, kripto aktivlarni, valyutniy paralarni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Grafik tugmachasiga bosamiz va mana bu yerda biz уже oddiy qilib aytganda grafikka analiz qilish bo'limiga o'tamiz. Xo'p, oddiy qilib aytganda XRP USDT mana pastda mana bu tugmachani ko'ryapsizlar. O'shani ustiga bosamiz. Bosganimizdan so'ng poiskka o'zimizga kerakli kripto aktivi nomini yozsak ham bo'ladi. Masalan, BNB. BNB deb yozganimizdan so'ng mana marhamat ko'rishingiz mumkin. BNB USDT. Mana buni tanlaymiz. Bo'ldi. Ana endi o'sha BNB kripto aktivini grafikini analiz qilishga o'tsak ham bo'ladi. Analizni qanaqa qilib amalga oshiramiz deydigan bo'lsanglar, qaranglar, texnik instrumentlar kerak bo'ladigan bo'lsa, ya'ni уровень поддержки, уровень сопротивления, треугольник тренд. Pastda mana bu yerda qalamcha bor. O'sha qalamchaga bosamiz. Hamma instrumentlar mavjud. Kompyuterda qaysi instrumentlar bo'ladigan bo'lsa, bu yerda ham xuddi shu instrumentlarni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Faqatgina telefoningiz ekrani ozgina kichkinroq xolos. Kerakli instrumentlarni tanlab, bemalol o'rnaturasizlar. Indikatorni qanaqa qilib o'rnataman deydigan bo'lsanglar, mana bu yerdagi tugmachaga bosamiz. Mana bu yerda indikatori tugmachasini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. O'shanga bosasiz, texanaliz tugmachasiga bosasiz, mana ko'rishingiz mumkin. Kompyuterda nechta indikatorlar bo'lsa, telefonda ham xuddi shu indikatorlarni o'rnatishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bolalar qiyin joyi yo'q. Demak, analiz bizni TradingView orqali amalga oshiramiz. Narx o'sishini oldindan biladigan bo'lsak, уже Prime XBT ga kirib, futuresda buyga qarab bitimimizni ochamiz. Bu narsa sizlarga tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Ana endi bolalar Coin Market Cap ga o'tsak ham bo'ladi. Bu o'zi qanaqa ilova deydigan bo'lsanglar. Bolalar bu yerda biz уже grafikka analiz qilmaymiz. Biz bu yerda o'zimizga kerakli kriptovalyutani tarixini, analizini, oddiy qilib aytganda kapitalizatsiyasini, yengilliklarini ko'rib chiqishimiz mumkin bo'ladi. Masalan, Bitcoin ustiga bosamiz, hozirgi narxini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Pastroqga tushadigan bo'lsa, Bitcoinning to'liq kapitalizatsiyasini, qancha Bitcoin yaratilganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Maksimum предложение 21 millionta Bitcoin yaratilgan. Mana bu yerda yozilgan ko'rishingiz mumkin. Pastroqga tushadigan bo'lsangiz, o'sha Bitcoinga tegishli barcha yengilliklarni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Daily ertaga Elon Musk o'z Twitterida Bitcoinni sotib olinglar, narxi oshadi deydigan bo'lsa, o'sha yengillikni Twitter orqali qidirishingiz shart emas. Mana bu yerda ham shu yengillikni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Juda ham qulay va kerakli ilovalarni sizlarga bugungi video roligimizda ko'rsatib o'tishga harakat qildik. Bolalar, aytib o'tganimizdek, telefon orqali ham tradingda bemalol savdo qilishingiz mumkin. Nabarot, tavsiyam, tradingga endi kirayotgan bo'lsangiz, har xil texnikalarga pulinglarni ishlatmanglar. Men ham shaxsan o'zim telefon orqali boshlaganman va juda ham ko'p ishlatadigan ilovalarimdan biri albatta faqatgina TradingView va Coin Market Cap bo'lgan. Ayniqsa kripto aktivlar bilan savdo qiladigan bo'lsangiz, bolalar, telefon orqali savdo qilasizmi, kompyuter orqali savdo qilasizmi, farqi yo'q. Eng asosiysi bilim. Qiziqishingiz bo'ladigan bo'lsa, marhamat darsliklarimiz mavjud. Onlayn tarzda ta'lim beriladi. Qaysi davlatda bo'lishingizdan qat'iy nazar darslarimizga yozilib o'rganishingiz mumkin bo'ladi. Zoom efirlar, matnli vebinarlar va video darsliklar orqali ta'limni yetkazib berishga urinamiz. 1,5 oy dars davom etadi. Sizlardan talab etiladigan narsa qiziqish, dars davomida aktiv bo'lish va albatta telefon va internet. Qiziqishingiz bo'ladigan bo'lsa, marhamat описаниеda telefon raqamlarimiz qoldiriladi. Bemalol murojaat qilib darsliklarga yozilib olishingiz mumkin bo'ladi. Hali bo'sh joylarimiz mavjud va Telegram kanalimizda silkasini ham qoldiramiz. Albatta Telegram kanalimizga o'tib, o'quvchilarimizning natijasini ko'rib chiqishingiz mumkin bo'ladi. Barchangizga xayr bolalar, sog' bo'linglar, charchamanglar. Keyingi video roliklarda ko'rishguncha